osti qimorxonasi. Toshlarni aralashtiramiz. Mana shunday. Jinhua. Menda ketma-ketlik. Men yutdim. Katta. Kichkina. Mana shu joy. Bu qanaqa joy? Bu yer Huening qimorxonasi. Nima? Huening qimorxonasi? Yer osti hukmdori laqabini olgan odammi? To'g'ri. Bu yerda nima qilmoqchisan? Uni pullarini yutmoqchiman. Nima? Esingni yeganmisan? Qani. Pul tikamiz. Pul tikildi, qo'llarni torting. 5 tushdi. Men boshlayman. Yeng ichiga yashirish. Axir bu yosh bolalar o'yini-ku. Ko'rib qo'yinglar. 9lik. Yuring. Aka, pulim tugadi. Uyga borib olib kelay. Bor. O'rtoqlar. Bo'sh joy bor. Kim o'ynashni xohlaydi? Qani, kelinglar. Men o'ynayman. Qizaloq. O'ynay oladimi? Bu shunchaki oddiy tosh o'ynash emas. Tushunaman. Yaxshi. Unda muammosiz. Bilmadim. Bu joy qancha odamni xonavayron qilgan ekan. Hue bu yerni boshlig'i, lekin hech qachon o'zini ko'rsatmaydi. Ishonchim komilki, bu yerga o'tirganimdan so'ng yarim soat o'tmasdan o'zing chiqib kelasan. Men boshlayapman. Siz pul tikasiz. 300 tikaman. Men 500. Qizaloq. Senchi? Qizalog'im, avvaliga kamroq tika qol. Vaziyatga qarab yana ko'ramiz. Ey! Kam tikish yo'q. Stolimiz qoidasi bir partiyada eng kami 200 tikish kerak bo'ladi. Bo'lmasa, joyni bo'shatib qo'y, boshqalar o'ynasin. Mayli. Sizning stolingiz qoidasi bo'yicha 200 tikaman. 200 yuan. 200 yuan bo'ladi. Lekin 200 yuan emas. 200 ming yuan tikaman. Qizim, esdan oldingmi? Buncha ko'p tikishga shoshilmasang bo'lardi. Shuncha pulni bittada yutqazib qo'ysak, boshqa imkonimiz bo'lmaydi. Men omadi chopgan qizman. Bu partiyada yutqazmasligim aniq. Bo'lishi mumkin emas. 200 ming? Bu qizcha qayerdan keldi o'zi? Qizaloq, qayerdan kelding? Qayerdan kelganim muhim emas. Nima 200 ming tikish mumkin emasmi? Albatta mumkin. Bizda qancha tikishingdan qat'iy nazar. Hammasini bittada olasan. Qizim, yana bir marta o'ylab ko'r. Balki boshlanishga 100 tikarmiz, a? Bo'lmaydi. Men bittada hammasini tikmoqchiman. Lekin omadga tayanib o'ynayman. Qarmog'imga doim baliq ilingan, yutqazmayman. Yaxshi. Pullar tikildi, o'yinni boshlaymiz. Tashlayman. Nayrang qilyapti. Taxminim noto'g'ri bo'lmasa, bu usulda faqat 5 raqami tushadi.